Har ikki ayolning birida uchraydigan yashirin defitsit sizda ham bo'lishi mumkin. Bu ferritin va temir defitsiti hisoblanadi. Bunda sizda albatta holsizlik, charchoq, soch to'kilishi, kayfiyatning buzilishi va hattoki bepushtlik ham uchrashi mumkin. Xo'sh, nima uchun oylab, yillab ayollarimiz temir preparatlarini ichishadi, lekin hech ham charchoq ketmaydi, soch to'kilishi ketmaydi? Chunki avvalambor ferritin va temiri pasayishiga olib keluvchi sabablar turli xil bo'lishi mumkin. Bu noto'g'ri ovqatlanish, bu doimiy stress, bu hayzni haddan tashqari ko'p ketishi va hattoki siz shu hayzingizni regulyatsiya, ya'ni kamaytirmagunizcha qancha temir preparatlarni ichsangiz ham ko'tarilmaydi. Ikkinchidan, ferritin bu oqsil. Ferritinni ko'tarish uchun temir o'zi yetarli emas. Albatta oqsil kerak, ya'ni aminokislotalar kerak. Va albatta analiz tahlillaridan keyin. Ya'ni ferritin pastligi bu sizda temir zaxirasining pastligi hisoblansa, ferritin balandligi bu sizda organizmingizda yashirin yallig'lanish ketmoqda. Agar siz ferritin balandligida lekin gemoglobiningiz past ko'rsatkichida temir preparatlarni olsangiz, organizmda kuchli intoksikatsiya bo'lish ehtimoli bor. Shuning uchun agar siz ferritin hamda temirni yoki gemoglobinni ko'tarmoqchi bo'lsangiz, quyidagi tahlillarni tavsiya qilaman. Bu umumiy qon tahlili, bu temirni o'zi, ya'ni сывороточная железа deyiladi, hamda ferritin. Va mana shu tahlillarga nisbatan siz yoki temir yoki aminokislotalar qabul qilasiz. Sizda ham aynan shu holat kuzatilganmi? Kamqonlik va siz nimalar qilgansiz? Kommentariyaga yozib qoldiring va albatta menga obuna bo'lishni unutmang.